Endi o'ltirib vatandoshlar sizlar bilan birlikda muhokama qilib boqaylik. Bugun kecha bir bo'ron chiqib, tuyuqsiz sovuq tushib ketdi. Bugun havo nihoyatda sovib ketdi. Shuni qalayroq kiyinib chiqdik vatandosh. Hozir shunchalik o'ltirdik endi. Sizlar bilan muhokama qiladigan temalar nima degan vaqt biz boshda leksiyada so'zlab o'tdik. Masalan, 11 ayning 29-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Tramp bilan Jungoning rais Shi Jinping Argentinada ko'rishadigan bo'ldi dedik. Keyingi ikkinchi leksiyada nima dedik? Hozir Amerika Qo'shma Shtatlari Aqsaray iqtisod ishlari komitetining mudiri, shundaqla prezident Trampning iqtisod ishlari maslahatchisi Larry Kudlow biz Jungoga shart qo'ydik. Talab qo'ydik, lekin Jungo hozirgacha bizga aktiv javob qaytarmadi deydi. Masalan, Amerikaning Detroit shahrida nutq so'zlaganda iqtisod klubida nutq so'zlaganda shundoq so'zladi. Hisobda hozir savdo urushiga munosabatlik Amerika Qo'shma Shtatlari o'tirib qo'ygan shartlarga Jungo qo'shilmadi degan gap. Uning ustiga 11 ayning 29-kuni Argentinada 20 davlat yig'inining sirtida prezident Tramp bilan rais Shi Jinping uchrashganda nimalarni suhbat qilishi mumkin? Bu to'g'ri bir gap yo'q. Masalan, dialoglashganda, ya'ni nimalarni o'tirib qo'yish mumkin? Masalan, ikki davlat rahbarining shu vaqtga ko'rishish ahvoli hozirgi savdo urushi, savdo talash-tortishdan keyingi jarayonga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin? Lekin bu to'g'rida hozirgacha bir narsa o'tirg'i chiqmadi. Biz uni vaqti kelganda ko'raylik. Endi bugungi vaziyatimizning o'ziga kelsak, biz so'zlamoqchi bo'lgan asosiy tema nima desanglar? Bugun Tayvanda shanba kuni, ya'ni 20-kuni Taybida, Tayvanning Kaohsiung shahrida 10 minglagan odamlar ko'chaga chiqib, namoyish qilib, Jungoning Tayvanni yutib olishiga qarshi turibmiz. Yoki Jungoning Tayvan to'g'risida har qanday so'z iboralarga qarshi turibmiz. Masalan, prezident Tsai Ing-wen 2016-yil hokimiyat beshiga kelgandan boshlab hozirgacha Jungo va Tayvan o'xshashli bir Jungoga mansub deydigan so'zlarni rad qilib keldi. Bugungi namoyishning xulosasi biz ham rad qilamiz. Jungoning Tayvanni yutib olishini rad qilamiz. Nima dedi oxirida? Jarangliq 3 shoir o'tirib qo'yildi, hurmatli vatandosh. Bu shoirda qo'yilgan narsalar nima? Birinchi, Jungoning Tayvanni yutib olishiga qarshi turamiz. Ikkinchi, Tayvanning mustaqil davlat qurishini talab qilamiz. Uchinchi, Tayvanni nomyolliq davlatga aylantirish. To'rtinchi, Tayvan Jamhuriyati nomida Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga qatnashtirish. Bu yerda qiziq va balki siz biz diqqat qiladigan bir nuqta nima desangiz, hurmatli vatandosh, 2000-yil birinchi qatim Tayvanda Demokratiya taraqqiyot partiyasi Tayvanda hokimiyat beshiga keldi. 8 yil hokimiyat yurgizdi. Shu jarayonda shu vaqtdagi sobiq prezident Chen Shui-bian referendum umumiy xalq bilan tashlash orqali asosiy qonunni o'zgartirish, umumiy xalq bilan tashlash orqali Tayvan xalqining mustaqillik va mustaqillik emas deydigan shunday fikr eqimini sinab beqishni o'tirib qo'y. Bu shu vaqtda Tayvanning ichki qismida biroz qarshi elingan bo'lsa-mu, biroq xalqaro jamiyatda buning qarta hech qanday aktiv inkas o'tirg'i chiqmadi. Qarshilik ko'rsatdi yoki sovuq munosabat bilan sovuq fikr qilish orqali referendum o'tkazishga qarshi turgandek bir kayfiyat o'tirg'i chiqdi. Endi bugun mana 20-kuni Tayvanda namoyish o'tkazildi. Yuqorqi 4 masala o'tirib qo'yildi. Ko'rib o'tdingiz hozir Tayvanni mustaqil qilish, Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga Tayvan Jamhuriyati nomida qatnashish,
Cungo'nun Tayvan'ı jüdüvelişi karıştırış, referandum ötküzüş deydi. Muşu mesele o'ttırığı çıktı. Bunda Qaraganda hazır yol açıldı. Mesela Tibet'tek, Tayvan'dek milletlerge, Tibet'tek, Uyguristan'dek, Uygur milletlerine yol açıldı. Fikir yolu açıldı. Tefekkür yolu açıldı. Hareket programımızı tüzüp verildi desem bu. Çünkü biz Uygurlar sizlerge ayanki hürmetlik vatandaş namı uluk, sporusu kuruk bulup kalgan milletmiz. Bunun sebebi bizden etrafımızda bizi kollaydıgan hiç kim yok. Medet biridigan hiç kim yok. Yani bir millet %5'i gün düşkende o çokum taşkırdı birisinin kollaşığı eriş gerek. Taşkırdı bir devlet bunun hami buluş gerek. Bu tarihinin kanuniydi. Lekin hazırgıcı Uygur'a bunda gün kemmidi şuna. Namı uluk, sporisi kuruk bulup kalışta. Muşunda ahvalda turganda, Cungo'nun münasebetlik işlerde, halkara siyasetlerde, keskin ve ötkör şuarla, keskin ve ötkör siyasetle oturup koyulduğun çağda evvel birisi menip bir iş gerek. Ya ki Tibet menip bir iş gerek, ya ki Şangang'ı menip bir iş gerek, ya ki Tayvan menip bir iş gerek. Bugün Tayvan menip bedi. Tayvan'da mutlak köpsandı, xuddi şundak. Bizden vatanımız Uyguristan'da hem köçmen Xitaylar yaşagandak, Tayvan'da mutlak köpsandı köçmen Xitaylar yaşaydı. Hazır bu işni Xitaylar başladı. Tayvan'da Xitaylar başladı. Tayvan müstakilliği cumhuriyet kuruş. Birleşken Devletler Teşkilatı'na kiriş. Cungo'nun Tayvan'ı jüdüvelişi karıştırış. Parakendicilik kılışı karıştırış. Bu şuarla ayti keskin, ayti ciddi halde oturup koyuldu. Endi biz bunu vakit tertibi keltirip bakaylı. 6. ayının 12. gün Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump bilan Chaushyanning rahbari Kim Jong-un Singapurda suhbat o'tkazdi. Chaushan yarim orolning vaziyatida irish, illish, yumshoqlashish vaziyati borliq chiqdi. O'ttirg'i chiqdi. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlari Chaushan yarim orolidagi jiddiy vaziyatni pasaytdi. Bu aralıkta Prezident Trump bilen Kim Jong-un uçuruşulan muşu aralıkta Cungo'nun rehberi Xi Jinping Kim Jong-un'ni 3 kıtım Beijing'e ve Xiliang'ı çakırıp ekilip digidek. Söhbetleşip, gepnin uçığını aytqandı bir yerde bilgili bombaydı ihtimal. Hazır Prezident Trump bilen Kim Jong-un söhbetiga buzg'unchilik qilmoqchi bo'ldi. Lekin bu işni ishga oshirolmadi. O'ttirib elib chiqolmadi. Demak, Chaushan yarim orolining vaziyati va bu vaziyatni kim kontrol qilish masalasida Xitoyning kuchi yetmadi degan gap. Demak, bu 6. ayning 12. kuni yuz bergan ish. Esingizde boz kerak hurmatli Turan efendi ve başka vatandaşlar. 6. ayının 20. kuniga kelganda Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Avam Palatasının nüfuzluq erbabi Rora Bakir 6. ayının 20. kuni Tayvan Cumhuriyeti qurish. Tayvan o'zini Cumhuriyet deb e'lon qilish. Yani Tayvan mustaqil bo'lishi kerak degan ma'noda notoq so'zladi. Ya notoq so'zlamasi shunday fikr qoldi. Demak, bu signal Tayvanga ketdi. Dasibida Chaushan yarim orolining vaziyati yumshidi. Keyin Rora Bakir 6. ayning 20. kuni Tayvanda Tayvan Cumhuriyeti qurishdi. Bugun endi ko'rimizki 3 oy. Belki 4 ay o'tdi. Mana endi 10. ayning 20. kuni de Tayvan'da, Tayvan'ın Taybih şehrinde ve şundaklı Tayvan'ın Kaohsiung şehrinde Tayvanlıklar o'ttirg'i chiqib Cumhuriyet kuruş. Tayvan'ın namı yolluk devletke aylandırış. Tayvan'ın namı yolluk bir halet değil ki Cumhuriyet namıda Birleşken Devletler Teşkilatı'na elip giriş. Cungo'nun Tayvan'ı jüdüp elişiğe emas, jüdüp elişiğe karıştırış. Ne kettiniz Reis Xi Jinping efendi? Bir gün 2 gün oldu değil ya, 1 gün oldu değil ya, bunun da çanlı kanı yok. Yakı ondak atımen, yakı bundak çapımen deydiğen gep mi yok? Aralıkta uçuğan aeroplanlarınız mı? Uçanmay kaldı, uçanmay oturuşkanmay kaldı, asmanı çıkanmay kaldı. Çarlaşlan bulmay kaldı ya, bunun iken bulandı bulmandığını bilmeyimiz. Dediğin şey ya.
Agar Tayvanda undan bunda özgürlüş oldigan bolsa, dediğin şey ya, alem bolup ketidi. Yer tevrep ketidi. Qani Reis Xi Jinping mana muşundaq asta yavaş keldi. Dünya muşundaq asta yavaş keldi. Bu siyasetda. Çünkü ben başta aytdim go, evvel birisi Uygurlarga başlap biriş kerak. Çünkü Uygurlar namyolluq süpürüsü quruq, şoňa temkin boluşy, eğir besik boluşy, bemalal pikir qilişi ve bemalal hareket qilish kerak. Bugün Tayvan başlap berdi. Endi Uygurlar biz muş günügüçe devletimizni asli keltirmiz. 3-nji qatym kurulgan cumhuriyetni, Uyguristanның ili ölküsüde kurulgan cumhuriyetni, 2-nji qatym kurulgan cumhuriyetni, Uyguristanның Qashqar ölküsüde kurulgan cumhuriyetni, Yakup Bey Atalı Gazi 1865-nji ýyl kurgan cumhuriyet hemmasini asli. Bu cumhuriyetlerini asliga keltiriş, onu teşkili prensip boyunca qayta kurup çıkış, bu bir başka gap. Biroq bu yerda Uygurlar asli keltirilgan bir muqaddas hukuk devlet qarash hukukudur. O'tir Asiyada öz yaşawatgan makanda devlet qarash hukukudur. Tangir tağlarının janubi ve şimali, şarqida ve g'arbida devlet qarash hukukudur. Bu Uygurlarga berilgan hukuk, muqaddas hukuk. Tabiat bergen hukuk, ijtimaiyet bergen hukuk, Allah bergen hukuktur. Şoňa muqaddas hukuktur. Uygurlar bu devletlerini kurdu. Birinci qatımlyk devleti Çar Rusiya bilen Angliya ýokatdy. İkinci qatımlyk devleti Stalin öz aldyga bastırdy. 34-nji ýyly armiýa äwetdi, qurulyk armiýa äwetdi. 37-nji ýyly hawa armiýasy äwetdi. Hodi bige Suriýany bastyrgandak 37-nji ýyly Uygurlaryň kahramany Abdüniyaz Kamal'ın kurallık kısımlarını bastırdı. 34-nji ýyly Stalin armiýa, hawa armiýasy äwetip, Sabit Damylla Hacı kurgan devletniň armiýasyny Qashqardan ötken Yemitniň seyi ýene sargıça. Yemitniň seyida hawadan qırgın kılıp taşlady. Endi bu tarih deydi ketdi deyle, biz muşunda asaslaga, muşunda halkara